Sizlar bilan Salahgaman. Tak, bilasizlar, o'tgan safar 27-ga biza anaga simiga ishga kirgani, endi 28ga hozir ishga kirdim. Endi boyga rang ko'tarishni o'rgataman, ya'ni ziyoni oshirishni. Nima 27ni o'zi o'rgatmaymiz desalar, 27ga endi stansiya sifat etgan o'shanisi o'rgataman, 28ga o'rgatib ketaman. Men pamakadim. Salah katta harf bilan Salah Uzuba. Tarsalas 30,000 pul. VIP'ga ba'di 5-yil bo'lgan ekan, hamma o'zi bo'lgan ekan. Inson mashinalar beradi nasib inshaalloh. Tak. Valla 27ga ham sim ham bor. Kim qo'shilmoqchi bo'lsa bemalol qo'shilsangiz bo'ladi. 27, 28, 17, 25, 30 yana hokazo serverlarga sim ham bor. Kim xohlaganlar qo'shilishi mumkin. Endi hozircha 2 ta, 3 ta serverlarga sim ham uyida hamma narsasi bor, bosimlarga yo'q. Sizlarga o'rgataman. Endi qanday rangdan zvanasi oshish mumkin. 1dan 2ga esa ketdi. 2 minut. Tak. Discord olasizlar. 28 bitta plus tomoni avtomatik bo'lsa oladi. Ya'ni ishlashi ham shunisi oson. Keyin qarasizlar, mana informatsiya paylaman. Spesial stansiyasida kim stansiyasida kimlar formasi. Endi hamma narsa yozilgan bo'ladi. Mana bizda sistema повышения degan joy topib olamiz. Amerika bo'ladi meni. Sistema повышения qaramiz. Tepaga mana to'pda. Baradan 2 o'tish. Ya'ni nasayishning barning informatsiyaga sizda ekzamen правила редак набрали. Ya'ni ekzamen elektron test yoki buni oddiy topshirishsa bo'ladi. Asosiy elektron test. 2 ta leksiya. Hop, 2 ta leksiya. Hozir biz elektron anavini topshirib qo'yamiz. Tak, endi menga tashlash mumkin. Bu meni ekzamen qilamiz. Tak. Tak. 5 minut telefon qoldi balla. Qoli. Birinchi savol. Nickis, mening Salah Kings. Sen pok 2 o'z pro. Tak, savol. Nazarani pok 2.o'z. Bu nima degan? Buni qayerdan topishni hozir aytaman. Discord o'sha joyga olasizlar-da. Proga qarasizlar. Pro 2 o'z deganmiz bizga. Ikkinchisi qator. Uchinchi qismi magazin. Tak. Hozir taqdirni hozir topolamaydi. Bizga degan 2 o'z pro. 2 o'z. Mana. Shuni olasizlar polni. Men hastayız sertifikatdan foydalanaman 2 nima deya. Oddini olib qo'ydim simiku. Bitta shuni tazmin qila oling. Mana vallahi. Hammasini bilib chiqdi. Sertifikat bilan endi buni bilgan edik-ku, audio ekzamen topshirgan oson ekan. Endi balki o'ziga xatolar bo'lishi mumkin, bilmadim. Bular hammasini bittadan tekshirib o'tmash kerak. Endi bitta operator bosamiz. Bitta screenshot. Keyin Discord. Discord kiramizda. Bag'zoga emas, endi qadar. Разделga bitta kiramiz. Aktualniy efirni menga отсюда ekzamen elektron отсюда shuni topshiramiz. Tak. Ya, deva, o'z stansiyasida. Shuni stansiyasidan bo'lga qo'yamiz. O'zlar shuni tak. Endi valla ammo rang ko'tarishni aytadigan bo'lsa, hozir ham sistema повышение aytadigan bo'lsa, buni lider tayinlanadi. Ya'ni har bitta yangi liderga bitta topshiradi. Haqli bo'ladi shunisi valla. Shuni aytib o'taman, bu haqli bo'ladi. Mana bu yangi lider
ini tayinlandi bizga shu ekzamenni topshirish ekan. Yangi ana bo'lgandan keyin yangi ana yangi lider tayinlasa yangi yana zadaniyalar qo'shiladi, boshqa zadaniyalar bo'lishi mumkin. Shuni esdan chiqmasin. Hozir ikkinchi zadaniyamiz bizga ikkita leksiya. Hozir bitta stansiya sostavdan bo'lsa, ikkita leksiyani ham topshirib, ba'zan ikkinchisiga ko'tarish tashlayman. Tak. Stansiya sostavi shunisi ikkita leksiya bo'lgan ekan, xolos ikkita leksiyani olib o'zim sizlarga videoni qo'yaman davom. Hammalaringiz uchun e'tiborlaringiz uchun rahmat. To'g'ri, video qisqa bo'ldi. Sababi endi uncha katta ekzamenlar yo'q ekan, shuning uchun qisqa bo'ldi. Qisqagina video bo'ldi. Keyingi videoga yana nasib ko'paytirishga o'tamiz. Sizlardan komment, obuna, like bo'lib qo'yishingizni esdan chiqmasdan. Nasib ertaga davomini ko'ramiz.